Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Uzoq kutilgan yangilik. Bugundan boshlab H9 Imini H9 modelimiz uchun rasrochkalarni ochib qo'yganmiz. Bugun ma'lumot uchun 6-aprel bemalol kelib mashinalarni ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarga qisqacha H9 bo'yicha to'liqroq ma'lumot beraman. Narxlarini hamma oxirida aytib o'tadi. Men boshidayoq sizlarga aytib o'taman. Avtomobilning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, avtomobil 3 ta pozitsiyada bo'ladi. 535 million 900 ming so'm birinchi pozitsiyasi. Hop, undan tashqari 569 million 900 ming so'm va 579 million 900 ming so'mligi ham bor. Imini sizlar ko'rib turgan modelingiz 579 million 900 ming so'm. Yaqinroq olib kelishingizni tavsiya qilaman. Ushbu modelni 569 million 900 ming so'mga xarid qilganingizdan keyin unga qo'shimcha motiviy rang qo'shganimiz uchun 10 million so'm qo'shimcha to'lov bo'ladi. Undan tashqari oldi differensial blokirovkalar uchun 15 million so'm tan narxiga qo'shiladi. Umumiy hisobda 570 millionga 25 million qo'shib to'laysiz. Shunda 500 95 millionga to'xtaydi ushbu model. Bu modelni oldi differensial qilinmagan, blokirovka qilinmagan modelni xarid qilishingiz ham mumkin. Unda 15 million tan narxidan arzoniga xarid qilsangiz bo'ladi. Ma'lumot uchun ushbu H9 modelimiz 2 turbina motor bilan jihozlangan bo'lib, 240 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Ushbu avtomobilimizga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Avtomobilni ko'rib turganingizdek, old obrisovkalar o'ziga yarashgan holatda nedorojniy qilib ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizni balonlari kumxosons balon bilan jihozlangan bo'lib, balonlarga ham 40 ming kilometrgacha garantiya beramiz. Ya'ni siz ushbu avtomobilni xarid qilish jarayonida bu avtomobilni xarid qilganingizdan keyin shum izolyatsiya qilishingiz va balonlarni almashtirishingiz shart bo'lmaydi. Mashina tayyor holatda bo'ladi. Olasiz, shundoq minasiz bo'ldi. Ushbu avtomobilimizda slippoy zona, adaptivniy kruz kontrol, двухзонный klimat kontrolli ishlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, avtomobilimizni oldilarida ortiqcha narsalar yo'q. Minimalizm ko'rinishida skromniy qilib ishlab chiqarilgan. Paroglarni ham o'rnatib qo'yilgan avtomobilda. Avtomobilda xarid qilgan mijozlarimizga paroglarini ham qo'shib beramiz. Qo'shimcha ravishda sidenalari jami 9 bosqichli elektronik regulyatordan tashkil topgan bo'lib, ushbu avtomobilda oldi ikkita sideniyada massaj sistemasi ham bor. Ya'ni uzoq yo'lga harakatlanayotgan vaqtingizda massaj sistemasidan foydalangan holatda harakatlanishingiz ham mumkin bo'ladi. Avtomobil panorama lukdan tashkil topgan bo'lib, avtomobillarimiz rullarida isitish sistemalari, multimedia sistemasi, qo'shimcha ravishda avtomobilni qancha rasxod qilyapti, qancha kilometr yuradi va quygan benzini rasxod jarayonlarigacha avtomobilda ko'rib turish mavjud bo'ladi. Undan tashqari, xo'p, salonimizga keladigan bo'lsak, salonimiz juda ham keng. Mana ko'rib turganingizdek, xotirjam o'tiribman. Беспроводной zaryadnik, qo'shimcha ravishda oldi sidenalarni isitish, sovutish sistemalari, qo'shimcha paktronik datchiklar, oldi va orqa blokirovka, differensial blokirovka sistemalari mavjud. Hop, ya'ni ushbu avtomobilda qo'shimcha ko'rib turganingizdek shuncha funksiya o'rnatilgan bo'lib, oldi orqa podveskalarni blokirovkalash sistemasi, to'rtta balon tortish sistemasi, tankoviy razворот sistemalari hamda 6 ta rejimda harakatlanish uchun turli xil rejimlar o'rnatib qo'yilgan. Ya'ni siz bu avtomobil bilan umuman yo'l tanlamagan holatda harakatlanishingiz mumkin bo'ladi. Bu avtomobilni boshlang'ich eng kami 50% yoki 60% to'lov bilan boshlang'ich to'lovingizga qarab maksimal 24 oy muddatgacha rasrochkaga, ya'ni o'zini tan narxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Bu avtomobilni orqalarini hozir bitta ko'rsatib o'taman.
ma'lumot uchun ushbu H9 avtomobilimizni orqa o'rindiqlariga ham alohida e'tibor berasiz. Eko-ko'jalar bilan jihozlangan, podstakanchikli qo'shimcha ravishda hamda klimat kontrolli boshqarish sistemasi, ya'ni orqada o'tirgan odam o'zi uchun qanaqa iqlim sharoiti joiz bo'lsa, shunga o'zini moslashtirib olsa bo'ladi. Bundan tashqari sidinalarni orqaga suyangan holatda, yotqizgan holatda dam olib ketishlari ham mumkin. Qo'shimcha ravishda katta oilalar uchun Isofix sistemasi ham bor, ya'ni detskiy rejim, bolalar qiynalmay ketishi uchun. Shu avtomobilimiz 7 o'rindiqli, hozir orqa o'rindig'ini ham ko'rsatib o'taman. O'rindig'ini ko'rsatishdan oldin ushbu avtomobilimizni orqasiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. O'zingizlar kommentariyada yozib qoldiringlar, orqa ko'rinishi ko'proq qaysi mashinalarni vidini beryapti. Chunki bu brendlarni ishlab chiqarishdagi dizaynni o'sha Race Summit dizayn beradi ushbu avtomobildagi. Shuning uchun alohida tashqi ko'rinishlariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu avtomobilimizni orqa ko'rinishini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar xuddi shu ko'rinishda, bagaj ko'rinishida foydalansanglar ham bo'ladi. Yoki-da sidinalarni ko'tarib qo'yib 7-o'rindiq sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Qo'shimcha ravishda avtomobilda uzoq yo'lga dam olgani chiqqaningizda 220 volt tok olish sistemasi ham o'rnatilgan. Ushbu avtomobilimiz seriya motivi rangda edi. Qo'shimcha ravishda ushbu avtomobilni qora rangini ham mana ko'rishingiz mumkin. Qora rangini ham olib kelib qo'yganmiz. Salonlari o'zgacha ko'rinishda bo'ladi. Tashqi ko'rinishi qora. Yana bitta ma'lumot uchun aytib o'tish kerak, ushbu avtomobil 30% keramika polirovka qilingan bo'ladi. Ko'chada yurganingizda ham, mo'yka qilganingizda ham avtomobilda shu holat bilinadi. Avtomobilimizni saloniga bitta e'tibor berishingiz mumkin. Saloni hozirgi urfga kirgan oranjiviy rangda bo'ladi. Bemalol avtomobilni ko'rib, haydab ko'rib, test drive qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Avtomobilimiz haydashinglar uchun tayyor variantda. Xohlasanglar qo'shimcha yana nimadir bizga xizmatlar bo'lsa, tonirovkalarni, diskalarini qoraytirish, tonirovka qildirish, qo'shimcha ravishda ushbu avtomobilni Black Edition holatiga olib kelish bo'yicha ham bemalol biz bilan kelishsak bo'ladi. Albatta kelishilgan holatda chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Ma'lumot uchun bizning avtosalon Namangan shahar Chorsuv dahasi Turon universitetini shunday yonginasida joylashgan yoki pastdagi nomerlar bilan bog'langan holatda ushbu avtomobilning rassrochka sistemasini to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Undan tashqari avtokredit ko'rinishida ham avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Barchasi bo'yicha to'liq ma'lumot beraman. Qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar shu nomerga bog'laning yoki Telegramdan yozing. Men sizga shu 24 soat shu avtomobil bo'yicha ma'lumot berishga tayyorman. Sog' bo'ling.